Navorot hududida bitta 3 xonali uy misoliga chiqdi. 3-qavatda kirish qismimiz sifatli eshik qo'yilgan. Chap qo'limizda sanuzel, garderobniy, bolalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi va mehmonxonamiz bo'lyapti. Mehmonxonamiz oshxona bilan studiyaviy variant qilingan. Qo'shimchasiga balkon bor. Balkoni isitish tizimi dual-konturli kotel, katta balkon, konditsioner, barcha mebel texnikalar qoladi. Bu yerda ofshor sanuzel joylashgan. Garderobni xonasi, bolalar uchun yotoqxona va kattalar uchun yotoqxona. 3 xonali 3-qavatda Pavorotda Zafar restorani orqasida bo'lyapti. Umumiy kvadraturasi 80 metr kvadrat. Narxi keladigan bo'lsak, narxi 7 million so'rayapti. Yana savdosi bor. Faqat naqd pulga ipoteka rasvochkasi yo'q. To'liq ma'lumotni pastda nomerga qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. Like va podpiska bosishni esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar.